Sizda kamqonlik kuzatilyaptimi? Trombositopeniya, trombostopatiya, ITP, aplastik oq qon kasalliklari, onkogematologik kasalliklari diagnozi qo'yildimi? Yoki homiladorlik davringizda kamqonsan, davolanishing kerak deyishyaptimi? Yoki sirroz kasalliklarda trombositlar miqdori tushib, qizil o'ngachdan qon tomir devorlarini yorilishi kuzatilyaptimi? A'zolardan qon ketib, yillar davomida shifo ololmayapsizmi? Mana sizga 100% tabiiy mahsulot. Tabiiy mahsulot 3 yoshdan 10 yoshgacha hamda 10 yoshdan katta bo'lgan bemorlar uchun mo'ljallangan, hattoki homilador ayollarga ham mumkin bo'lgan giyohlar saltanati deb nomlangan YouTube, Instagram, Telegram kanallariga ulanib shifo topayotgan bemorlarimizning natijalariga guvoh bo'ling. Nafaqat bizni O'zbekistonimizdan hamda chet davlatlardan ham kelib, mana shu kasalliklar bo'yicha shifo topayotgan bemorlarimizni ham kuzatib boring. Balki siz ham shifo topayotganlarning qatorida bo'lishingiz mumkin. Pastdagi raqamlarga murojaat qiling, biz sizga yordam berishga tayyormiz.